o'zingni aldama. O'zingni aldama. Bunaqa ro'zaga Xudoning ko'zi uchib turgani yo'q. Bunaqa ro'za tutgin degani yo'q Parvardigor. Taqvodor bo'lgin deb Xudoy taolo ro'zani farz qildim deyapti. O'zingni aldama. U nafsingga qul bo'lsang, u Allohning aybi emas, u payg'ambarning aybi emas, biroq sen nafsingga qulligingni etib qo'yavergin. Sen Allohga qulchilikdan ko'ra nafsingga qulchilikni olsa afzal ko'rayotganligini o'zing insofdan tan olib qo'ygin. Ozgina ro'za tutgansizlar kuni bilan. Mana buni yeb olasizlar, mana buni ichib olasizlarda, darrov keyin nos solib turib tilni tagiga tashlaysizlar. Vaholanki ro'za tutuvdinglar. Bu ro'zani haqqa olib bormoqchisizlar. Bu ro'zani kimga keragi bor? Qani aytinglarchi? Kimga keragi bor? Oranglarda nechta chilimkashlar o'tirib, hozir pachkasini siqib o'tiribdi, g'ijimlab. Tezroq duo qilsaydi, bitta tortib olsam edi deb o'tirganinglar bor. Yosh yigitlar bor oranglarda. Baquvvat-baquvvatinglar bor. Shu kungacha ro'za tutmadinglar. O'ylamanglar, bu shunchaki yopildi, qozon yopiqligicha qoldi demanglar. Mana shu 25 kun davomida tutmagan ro'zaylar birodarlar, mana bu suvga o'xshab turib upakovka qilinib tutmagan ro'zaylar har bir kuni sizlarni jahannamiylarga eksport qilinaveradi, boraveradi. Ertaga jahannamda albatta bu o'sha ro'za bilan o'zingiz yoqadi birodarlar.